Hammaga assalomu alaykum, siz bilan Kardial. Yaxshimisizlar, charchamasdan bugun sizlar bilan birgalikda obunachimiz akkauntini 50 ming so'mdan ko'proq yusiga open case qilamiz. Esingizda bo'lsa, men Telegramda 50 ming so'mlik konkurs qilgandim va mana shu konkursimizda mana shu akkaunt egalari g'olib chiqdilar. Hozir esa mana shu akkauntda 50 ming so'mdan ko'proq yusiga open case qilish nasib qilgan ekan. Men bundan juda ham xursandman do'stlar. Hozirgi open case'imiz juda ham qiziqarli bo'ladi, chunki bugun mehmon bor. TT Ramik, hamma biladi. Ramik, salomlash bor. No name, assalomu alaykum. No name, o'zicha no name, lekin partini gullatib beradi, biladi. Bilganlar biladi TT Ramikni. Bu ikkinchi akkauntlarimni aytdim, shu ikkinchi akkauntdan kiring dedim. Bizga aytib turing, nimalar ochish kerak, ismingizni ayting, obunachilarga tanishtiring deb. Mouse, shu yerdamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hozir sizga bir ikkita savollar beramiz. Siz necha yoshsiz? Nechinchi yilsiz? 2011 man 7-sinfman. 2011 7-sinf. Voy, malatsi. Hasanboy, qarang, siz ishonarmidingiz bizni konkursimizda o'tishingizga? Yo'q, umuman ishonmagandim lekin. Konkursimizda 28 mingta obunachi qatnashdi va 28 mingta obunachining o'rtasidan bitta mana shu Hasanboy ukamiz yutib chiqdilar. Malatsi do'stim, hozir qarang. Akkauntingiz qani donat qilinganmi o'zi biror marta akkauntda? Ko'ring qani. Tak, umuman donat qilinmagan akkauntda Hasan. Umuman donat qilinmagan akkauntmi? Donat qilinmagan. Umuman donat qilinmagan akkaunt ko'ryapsizlar, hech nimasi yo'q, tasavvur qilyapsizlar. Даже o'rtog'imning akkauntidan kiryapti. Даже hozir o'rtoqlarning akkauntida turibdi ekanlar. Mana shu akkaunt hozir open case qilamiz. Akkaunt levellari 50, tasavvur qiling, 50-levelda hozir biz akkauntni kuchaytirib beramiz endi. Xo'sh, men juda ham xursandman. Bugun shu mana shu obunachimizni xursand qilamiz do'stlar. Hozir qaranglar, 50 ming so'mlik konkurs deganim bilan 40 ming UC tashab men bu yerda bonuslarni olib 50 ming UC qilib qo'ysam bo'lardi-da. Bo'lardi, to'g'rimi? Lekin yo'q do'stlar. Erkakda bunda g'urur degan narsa bo'lishi kerak. G'urur. Xo'sh, hozir open case qani necha UC chiqadi deb o'ylaysan? Ramik qara, men bu yerda hozir 1200 UC dan. 1,5 mingmi? 1200. 1200, 2400 da maksimum bersa beradi, bo'lmasa yo'q. 3000 UC. Wow, 2400, mayli. Bunisiga ham 3000 UC. Xo'sh, to'xta. Yo'q. To'xta, ko'raylik necha ming bu. Bir xil beradi mana. Hammasi bir xil. Necha ming? 1200 bunisi 1200, 2 marta 2400. 1800. Davay. Nice. Okay. Bunisi 3000 anaqa, 3000. 2400, bosing. Voy. Qani bunisi 3000 ey mayli. 1800. Qani. Voy, hammasi. Akkaunt qara 63 ming. Prik 65 ming. 65 ming. Hozir 66 ming UC bo'ladi. Voy do'stlar, qaranglar. $600 mi yo'q? Akkauntda hozir $600 donat qilib, mana hozir kuchaytirib beramiz. Do'stlar, mana akkaunt IDlari bemalol duruzga tashab, konkurs haqqoniy bo'ldimi, rostdan ham siz yutdingizmi deb so'rab olishingiz mumkin do'stlar. Men bunaqa narsadan hech qachon qo'rqmayman. Bizning konkursimiz Xudoga shukr hamma vaqt halol bo'lgan. Inshaalloh bundan keyin ham halol bo'ladi do'stlar. Shu uchun ham videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni boshidan do'stlar like bosib qo'yinglar. Agar like bossanglar, omadli open case bo'ladi. Mazza qilib, tomosha qilib, hordiq chiqarib, zo'r open case bo'ladi. Hasanboy, sizga nima ochish kerak birinchi o'rinda? Ayting, RP olib qo'yamizmi birinchi o'rinda bir kattaroq RPdan? Birinchi o'rinda RP olik, men даже o'rtog'imning akkauntidan kiryapman. Bo'ldi. Hozir sizga RP olib qo'yamiz endi. Eng kattasidan olib qo'yamiz. Tak. 2000 UCga bitta ketdi RP. Yaxshi bo'ladi. O'zingiz ko'tarib olasiz. RPni tezroq ko'taring, lekin RP 3 tugaydi 1-2 haftadan keyin. Mana sizga RP olib qo'ydik. Bo'ldi. Sizda RP'ingiz bor o'sha. Ana endi nima ochamiz? Endi Godzilla seti kerak. Godzilla seti sizga nimasi kerak? 600 UC ga olib qo'ysam, o'zingiz zadaniya qilib olasizmi hammasini? Ha, olaveraman. Bo'ldi, 600 UC ga Godzilla setini ochib qo'ydim, zadaniya qilib 15 mi, 20 level qilganingizda bitta Godzilla kiyimini olib qo'ysangiz bo'ladi ana. Men yana ko'tarsangiz, yana ikkalasini olib qo'ysangiz bo'ladi. Buni ham oldi. Yana nima kerak sizga? Endi bonus pass. Bonus pass, ha, Real Pass'ni bonus passi do'stlar. Voy, kichkina narsalardan boshlab olamiz. Asta. Xo'sh, bonus pass ham olib qo'yamiz bitta. Tak. 300 UC olib qo'yaman, chunki bonus pass tugashiga necha kun qoldi? 11 kun qoldi. 11 kunda siz babi ko'tara olmaysiz 100 levelgacha. Buni ham o'ylagan holda 300 UC olib qo'yamiz. Nima keragi bor hozir rasxod qilib 2 barobar ko'p. Babi o'chit qilishga vaqtlar yetmaydi. Buni olamiz. Qorasini olamiz do'stlar. Qorasi, chunki qorasi vashshe takkoy. Bo'ldi, birinchi mifik bor. Akkauntda birinchi mifik do'stlar. Akkauntdagi birinchi mifik. Yes o'sha. Buni ham olamiz. Tak, okey. RP'ning narsalari bu yerda olib qo'yamiz.
birinchi mifический jest ham bor va mayda yuztachalar Real Passniki. Okey, bo'ldi. Hammasini oldik. Endi nima ochamiz? Ayting. Endi Mythic Forge ruletkasini. Mythic Forge. Mythic Forge sizga boshqa kattaroq narsalar kerak emasmi? Hasanboy shoot bor, Framelna bor. U Mythic Forge ga u yetadi biz UC'miz. Axir 63 ming. Kattaroq narsadan boshlaylik. Da, shootda boshlaylik-da. Men to'g'ri qaror bo'ldi. U Mythic Forge ketsa bir 5-6 ming UC ketadi. Bitta o'sha aytayotgan narsangizni chiqaramiz. Lekin men bu shoot bu juda ham boshqa urovень bu. Keyin Framelni ham ochamiz xudo xohlasa. Chunki UC ko'p-da do'stlar. Buni qaranglar. Hozir 63 ming UC bor. Va do'stlar, haligacha videomizga like bosmanglar. Shundoq hozirroq like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Rahmat kattakon. Hasanboy, kanalimizga obuna bo'lganmisiz? Obuna bo'lganman, kardinal. Bo'ldi, gap yo'q. Siz qayerdansiz? Qaysi viloyatdansiz? Hamma videolaringiz. Men Farg'onadanman, Beshariq viloyati. Farg'onadan Beshariqdan keladi do'stlar. Bormi farg'onalik obunachilarimiz? Bormi do'stlar? Kommentariyada yozib qoldiring. Qaysi viloyatdan ko'rasizlar? Shu rukzaki. Ikkita rukzak ketma-ket. Omadli. Tak. Open kesishni qilamiz. Hozir umuman ishonmagandim yutishimni. sizga yozgan paytim nima deb o'yladingiz? Propustit. Rahmat. Voy. Qaranglar. Ana shu chiqdi-da. Yo, ana endi chiqdi. Yo'q, hali. Oy, do'stlar, qaranglar. Qarang o'ylasam, mana ko'ryapsizlar, 50 ming so'mlik konkursimiz hozir g'olibini aniqlab openkes qilyapmiz. Oxirida ko'rasizlar qanaqa akkaunt kuchayganini va mana shu 50 ming so'mlik konkurs bo'ldi. Hammasi halol o'tkazib oldik va mana shu konkursimiz tugatganimizdan keyin men Telegramda yana konkurs boshladim. Bu konkursimizda 50 ta Real Pass qo'ydim, Letnik full account qo'ydim va shu donatersi chotki account va undan tashqari 10 ta ming UC'dan UC'larni qo'ydim. Jami sovg'alar 65 ta sovg'a qo'ydim. Konkursga qatnashish juda ham oson. Hozir sizga birinchi o'rinda konkursga qatnashishni o'rgataman. Yana keyin openkesi davom ettiramiz. Keting. Aziz obunachalarimni xursand qilish uchun juda ham katta konkurs boshladim. Konkursimizda 50 ta Real Pass, 10 ta ming UC va bitta zo'r donaterskiy Letnik full account qo'ydim. Konkursimizga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida opsiyada konkurs uchun deb silka qoldirganman. Xuddi shu silkani ustiga bosib, konkurs botimizga kirasiz va start tugmasini bosasiz. Bu yerda chiqqan 7 ta rasmiy kanallarimizga birin-ketin obuna bo'lib chiqasiz. Telegram kanalga kiramiz, obuna bo'lamiz va xuddi shunaqa birin-ketin hamma kanalga obuna bo'lib chiqamiz. 10 sekund vaqtimni ajratib barcha sahifaga obuna bo'lib chiqdim. Endi barchasiga obuna bo'ldim, tugmasini ham bosaman va telefon raqamimni yuboraman. Bo'ldi, biz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy oldik va mana ID raqamim 5. Hamma o'ziga alohida ID raqam bo'ladi. Kimning ID raqami 28-may kuni streamda kelib chiqsa, Letnik full account yoki Real Pass yutib oladi. Ko'rganingizdek sovg'alarimiz juda ham ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Atigi 1 minut vaqtingizni ajratib, konkurs botimizdan ro'yxatdan o'ting. Letnik full account yo eng kamida Real Pass yutib keting. Hammaga omad. Xo'sh, qardiyoylasi, men o'ylayman siz konkursimizga qatnashdingiz, qatnashmagan bo'lsangiz, обязательно qatnashib qo'yinglar. Sovg'alar juda ham ko'p. Fu! Mythic. Ko'ryapsizlar? Zo'r. Ko'ryapsizlar? Nechta bo'ldi? Hali men 100 ketgani yo'q. Yo'q, qanaqa men 100 ketgan yo'q. Normal 100 ketdi, bir 2000 emas. 4 marta ochding, 4 marta ochding. Ne, 5100 ketdi. 5100 ketdi. Tak, do'stlar. Ko'ryapsizlarmi, konkursimiz halolligi uchun, mana gapim ustiga bitta Mythic borda. Bizning konkursimiz faqat halolligi uchun mana bitta Mythic chiqarib berdi. Gapim ustiga. Ko'ryapsizlarmi, do'stlar? Shu like bosib qo'yinglar. Hozir Cardinal UC desam hozir nimadir chiqaradi. Hali emas, hozir vaqti bor. Reklamachini bosamiz Cardinal UC deb keyin ko'rasizlar. Qani, bam. Yana bitta. Bam. Nimaga shut yo'q? Nimaga shut yo'q? Akkaunt donaterskiy bo'lyapti. Давайте. Nima beradi Ramik garantdan? Garantdan xuddi maksimum shu material bersa kerak-da, aruj emas. Garantdan 10 ta kraska. 2 talik material ushlading. 10 ta kraska ketdi ana. Ana. Yana bitta, yana endi aruja beradi. Va, shu umrimiz yeyapti-yu, do'stlar, qaranglar. Taktikani yomoni hozir qaranglar. Kardinal taktika qiladi hozir qaranglar. Bundoq qilamiz. Kim yechamiz bo'ldi. Buni yechamiz. Ana endi beradi, qaranglar. Hech nimani bosmaymiz. Allo. Bermayapti. Niyati yo'q-ku. Qiynagani biroz azoblash xizmatini qiynagani. Azoblash xizmati qilamiz hozir qaranglar. Bundoq qilamiz. Berdi. Ana endi shu joyda berdi.
Ana shu joyda berdi endi. Ana shu joyda berdi. Qani, hech nimani bosmaymiz. Ishi, alo. Bitta propustit, bitta без propustit. Aqali sariq bo'lmayapti, ochilyapti. Skaryalka bor do'stlar, уже hidi kelyapti. Уже hidi kelyapti shu orujasini do'stlar. Like bosib qo'yamiz. Давайте like, mana shu videoda ham 30 ming, 40 ming, 50 ming like ko'rsanglar juda ham xursand bo'lardim. Rahmat kattakon. Rahmat, like bosgan qo'linglar dard ko'rmasin. Obuna bosinglar do'stlar. Biz yaqinda 1 million 600 ming, 700 mingta bo'lamiz. Shuning uchun obuna ham bosib qo'yinglar. Qara, ketdi ana endi berdi-da o'zi hozir. Yo. Material. Materiallar. Mototsikl. Mayli. Bitta garant ochib ko'raylik. Давайте. 10 ming 100, 15 ming 100 ketdi hali. Prekin 15 ming 100 ga chiqarib bermayapti shu yerda. Bitta skarel tushdi. Bitta skarel, bitta mifik tushdi. Qara. Mana berdi-da anaqani. Graza. Bo'ladi. Yana bitta. 10 ta kraskada hozir. Ne bunaqa sovuq niyat qilasan, ha? Men ko'p openkes qilaman-ku. Bilaman-da, hozir qara, 10 ta kraska berdi. Shansimizni, ana omadsizlik shansimiz ketdi. Ana endi omadli bo'ladi. Qaranglar. Ana endi omadli bo'ladi. Chunki 10 ta kraska berdi-yu. Omadsizlik anaqamiz ketdi o'sha joyda. Ana endi omadli bo'ladi. Davay. Berdi. Bermadi. Shu to'mataskilni berdi. Mayli. Day. Aqalli mifik chiqarib bermayapti. To'xtanglar, taktika qilamiz, taktika do'stlar. Bu yerdan chiqamiz, asta bu yerdan chiqamiz. Hozir qaranglar, taktikani yonmonini ushlaymiz hozir. Mifik forj dedilarmi? Hozir mifik forjdan 1-2 ta openkes qilamiz, keyin yana qaytamiz. Shunda keyin beradi. Esingizda bo'lsa, o'tgan safardagi obunachimiz ham akontini shunaqa qilgandik. 32 ming ga kuchaytirgandik. Mana shuna taktika bilan tushirgandik shu yerda ana. Bor. Bitta tanga. Ikkita tanga. Hasanboy, mifik forjdan sizga nima kerak? Menga muzliq kiyim bormi? Kiyim o'shaga. Muskim. Bo'ldi, ledni kiyim olib qo'yamiz hozir. Vторжение kerak emasmi sizga? Ryukzakini berdi. Yo'q, vторжение yo'q. Daftigdagami? Da. Norm bu juda zo'r ryukzakcha do'stlar. Bilganlar biladi bu ryukzakchani. Voy, yaxshi beryapti kristal. Yaxshi beryapti kristallarni. Kompanion kerak keyin. Kompanion? Qaysi kompanion? Bironta kompanion. Birorta kompanion bo'ldi, uni hal qilamiz, u problema emas. Hozir normalniy bir narsa olaylik, rezultat qilaylik. Rezultat bo'ldi, chota rezultat bo'lmayapti. Bitta mifik bilan bitta shu skarelkasini chiqarib qo'ydik. Shu skarelkasi kerak emasdi. O'shani o'rnidan bir boshqa narsa berardi, zo'r bo'lardi. Bo'ldi, lednik kiyim olib qo'ydik do'stlar. Lednik kiyim olib qo'ydik. Uy, bizga donater akkaunt bo'lyapmiz biz do'stlar. Donaterskiy akkaunt bo'lyapmiz. Buni qara, 50% skidka ekan bu ukamizga. Buni qaranglar. 50% skidka. Voy. Hozir bilasizlarmi nima qilamiz? Qaranglar hozir, qaranglar. Do'stlar, shu joyda bitta fokus ko'rsataman hozirlarga, qaranglar. 50% skidka lekin zo'r. Vashi hozir bomba qilamiz. Buni qaranglar. Vторжение, давайте вторжение. Shut bilan yomon turadi-da, mana bu. Qani zo'r bitta kiyimi puliga ikkita kiyim oldik hozir. Ana endi qaranglar do'stlar. Yo, hech nima emas, hech nima bermadi. Давайте, mana bu yerda hozir nima beradi? Ramik DP beradi, DP. Или unta material, unta kraska. Shu yerda berdi shu joyda. Narsa emas-ku bu. Shu ruletkadagi eng qimmat narsa shu. Da, mana shu ruletkadagi eng qimmat, eng kerakli narsa shu uchun vafshe chiqarib berish qiyin bo'lyapti. Pabik, insof qil. Davo normal. Insof qil desam bergan narsasini qaranglar. Yo'q, nima normal, shu ber. Mifik mayli, mifik. Boriga shukr, yo'g'iga sabr qilamiz do'stlar. Давайте, biror. Alo, shut qani? Nimadir berdi hozir shu parashyutini beribdi. Voy. Qara, berdi-da shu joyda. Ana berdi-da. Yo'q. Hozir hamma omadsizligimiz mana shu ruletkaga ketib qoldi. Ana endi hozir beradi, qaranglar. Ana endi beradi.
Hozir 1 minut, 1 minut. 3 ta ochib yuboraylik. Birato ikkita garant ochamiz keyin. Berdi, nimadir berdi shu joyda. Nimadir ber. Shu maskasi. Normalni. Cho'tka shu turguzaki bor, maskasi bor. Ana endi bitta o'zi qoldi-da. Davay do'stlar, davay. Shu maskasi uchun like bosib qo'yamiz ham. Kutinglar hozir chiqaramiz. Xavotirga o'rin yo'q. Davay. Ne yo bermadi bu safar. Garantda ochamiz endi, garantda. Bu yerda RP ham 50 qildik. RP ko'tariladi, ha? Open kestirib. Da, open kestirib bu RP ni ham ko'tarib oldik. Ham akkaunt donaterskiy bo'lyapti, ham bonus pas ham ko'tarilyapti mana bu yerda. Bitta o'q bilan bir 10 ta qo'yonni yiqitib olamiz mana shu joyda. Tak. Qani 1200 ga. Prosta tak. Shut berib yuborsan, yo'q. Nima beradi? Bersin endi, ko'p qiynadi уже. Da, UC ham kam qolyapti. A to 40 UC bor. Olib tashlaylar. Mana shu 10 ta kraskani olib tashlaylar. Iltimos. Berdi ana berdi. Deb Normalni pul. Mayli. Yo'qdan ko'ra bor. Lekin yomon qiynayapti, ha do'stlar. Hech qaysi akkauntda bunaqa qiynamaganda, ishoninglar. Hech qaysi akkauntda bunaqa qiynamagan shutni chiqarib berish uchun. Tak. Akkauntda umuman donat qilinmaganda, bir donaterskiy bir takkoy zo'r akkaunt bo'lsa ham mayli deymiz. To'xtanglar. To'xtanglar. Hamma aytadi kommentariyada aka Viktorni keng deydi. Viktorda zo'r narsa tushadi deysizlar. Bilaman. Aynan mana shunaqa obunachilarimiz uchun mana bitta Viktorcha kal qilamiz buni, kal qilamiz. Ketdimi shu joyda? Vallohi open kes. Qani? Hech nimani bosmasdan bam chiqarib berdi, nimadir berdi. Mifik. Zo'r do'stlar. O'sha Viktor kuchi yetyapti, o'sha o'ylayman hozir chiqarib beradi. Tak. Tak do'stlar, tak. Buni olib qo'yamiz i. Otishtaja, hayvonlar! Nimaga kraska? Nimaga? Sizga Hasanboy Fraun kerakmi sizga Fraun? Olib qo'yamizmi Fraunlarni? Allo. Hasanboy bo'sh qo'yinlarga javob beryaptilar. Iltimos, aloqada bo'lib turing. Abonent времени недоступен. Перезвоните позже. Hozir kelgunlaricha bitta Fraun chiqarib qo'yamiz. Qaranglar, hozir kelgunlaricha bitta Fraun chiqarib qo'yamiz do'stlar. Va aytgancha beradi, hozir zo'r bo'ladi mana shu yerda. Aytgancha Karimlar sizga arzon, ishonchli, omadli UC kerak bo'lsa, men o'zimni UC magazinimni tavsiya qilaman. Cardinal UC Telegram kanali. Mana shu kanalimiz silkasini videoni tagida UC uchun silka qoldirganman. Shunda silkani ustiga bosasiz, mana shu UC magazinimizga kirasiz. Mana shu UC magazindan arzon, ishonchli UC ni xarid qilib olasiz va vez o'zbeklar va vez dunyodan hamma UC ni biz UC magazinimizdan sotib oladi, chunki biz UC ni rasmiy tarzda sotamiz. Даже UC olganingizda chekigacha ham chiqarib beramiz. Xuddi korzinkaga borasizlar, korzinka chek chiqarib beradi-yu, bizda ham xuddi shunaqa. Ana Cardinal UC omadli desam, ana. Esinglardan videoni boshida nima dedim? Videoni boshida Cardinal UC desam, chiqarib beradi dedimmi? Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Tezligi 1 minut, 2 minut maksimum bo'lsa kerak. Juda ham tez bo'lib qolgan. Men o'zim ko'pincha olyapman. Ana, ramik biz hamma UC, bir ramik emas, hamma donaterlar kichkina 60 UC dan tortib 600 milliongacha UC ni bizning kanaldan sotib olishadi. Ana, ya'ni isbotini ham ko'ryapsizlar. Har reklama qilgan paytim UC servisimni zo'r narsa chiqarib beradi-da, ana. Ana endi уже omadli open kes boshlandi, chunki reklamani yomoni ketdi hozir mana shu joyda. UC servisi reklamasining yomoni ketdi. Sek. Mana shu yerdan Fraunni chiqarsa zo'r bo'lardi, lekin Fraunni chiqarsa agar. Fraun nechtani unaqa sotib olsa bo'ladi? 1000 ta. Ana! Gapimni ustiga chiqarib berdimi? Gapimni ustigami do'stlar? Like bosinglar. Endi dedimmi? UC servisini reklama qildim. Shu omadli opengiz boshlandi bu yog'iga dedimmi? Dedim. Fraunni bersa yaxshi bo'ladi dedimmi? Dedim. Shu joyda like bosib qo'yinglar do'stlar. Har birimiz videoni ko'rayotgan har birimiz videoga like bosib, obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroqcha tugmasini ham qilib qo'ysangiz, juda ham katta menga motivatsiya, xursandchilik bergan bo'lasiz do'stlar. Rahmat kattakon. Shlib. Gap yo'q.
Nimasi bu? Nimalar bo'pti? Nima bo'lyapti do'stlar? Like bosganlar ko'rdinglarmi? Qo'linglar yengil keldi. Like bosdinglar, berdilar menga nimadir. Nimadir emas, Frauen, shlem и rukzak. Voy voy voy. Omadli do'stlar, Kardinal UC omadli. Ob ko'ringlar. Olmaganlar bo'lsa, ob ko'ringlar do'stlar. Keyin bilasizlar. Onur Yana bitta yana bitta rukzak. Normal yig'ilib bu. 235 ta bo'ldi o'zi. O'shani aytaman. Yana rukzak. Yaxshi. Foyoy, 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 foyoy. Do'stlar. Anqarami, anu harami yoki anu harami berdi. Da. Omadli. Nimalar bo'lyapti opanggiz? Nimalar bo'lyapti? Buni qaranglar. Hamma narsani berib tashlayapti-ku. Chunki Kardinal UC omadli-da, ko'rdinglarmi? Bilmasam gapirmayman-da. O'zi UC servisimni boshida reklama qilmadim. Ana mana shu realitga kirganimda UC servisimni reklama qildim, o'sha bervordi hammasini beryapti. Va shu uchun ham like bosib qo'yinglar do'stlar. Like. Rahmat kattakon. Endi eslatib qo'ymasam bosmaysizlar-da. Bosinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi. Like, obuna, like, podpiska do'stlar. Omad ketdi. Omadni qaranglar. Yana Frauen. Inshaalloh biz yaqinda 2 million bo'lamiz. 2 million. 2 million bo'lamiz do'stlar. 2 million like, obuna bosib qo'yamiz. Planer. Qara, Ramik qara. Fokusni qara, fokusni. Fokusni qara. Bam! Bu. Bam! Nima bu? Mingta yana So'kinma, biz videomizda so'kinishlar va qimorga aralashgan reklamalar yo'q. Va biz yoshlarga so'kinishni o'rgatmaymiz, yoshlarga qimor o'rgatishni o'rgatmaymiz va shu uchun ham qadrlab like obuna, rahmat kattakon. Qarada, shutga vobshe ko'p yuz ketyapti-da, shut bilaman, zo'r arushida. Lekin bermayapti-da, mana shuni bor-ku. Bitta mana shu qaranglar. Do'stlar, 10.000 UC mi nechidir? 12.000 UC ketkizdi, 12.000 UC ga Frauen, Anuxara hamma narsani oldi-da. Mana bu o'lgur shutga 30.000 UC ketdi, hali bermayapti. Buni qaranglar, buni qaranglar. Davaychi bir qara, ana berdi-da shu joyda. Ana. Qani? Bu kiyim juda oldiviy kiyim, bilganlar biladi. Normal kiyim bu. Jestchasi va shu takon jesti buni. Bam! yana uni. Qarang, Hasanboy shu yerdamisiz? Sizga hozir mashina olib qo'yaylik, to'xtangda. Siz orqa garajingiz vobshe oddiy garaj bo'lib yotibdi. Endi siz donatersiz. Bu sizga hozir biz takoy mashinchalar olib beramiz, hozir mashinchada. Ulchineli mashinchalar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Men bu yerda do'stlar. Uazik olib beraylik. Uazik takoy mashinda bu ham Uazik. Bizda 2000 ga chiqadi lekin Uazik. Material. Nima ovoz yo'qoldi? Yana bitta material. Qaranglar do'stlar. Ana chiqarib berdi, ana shu joyda chiqarib berdi. Kardinal UC'ni hurmati bitta mashin ber. Oy. Kardinal aka necha ming ishi qoldi? Do'stlar, Bemona mashrab. like bosib qo'yamiz. Hali 20 ming ishi bor hali UC normalniy. Tak do'stlar, buni ulch qilib qo'yamiz. Ikkinchi o'ringa yetarkan, keyin 2 qilib qo'yamiz. Takoy mashinchani olib qo'ydi. Zo'r do'stlar, ya'ni ikkita material bo'lsa 3-level bo'lar ekan. Davайте 3-level qilsak, anaqasini o'zgartirsa bo'lar ekan. Rangini qop-qora takoy qilib qo'yaylik. Nima dedinglar shu joyda? Mashina olgandan keyin takoy qilib qo'yish kerak edi. Iltimos ikkita material ber. Ya sıqqanicha ol dedi-da. Tak, hozir buni 2 qilib qo'yamiz. 3 dirshik. 3 level va 4 levelga ham yetadi. 4 levelga ham yetdi do'stlar. Voyo, donater bo'lyapti akam. Endi qaranglar. Bu yerga bamperchani qo'yamiz, qora qilib qo'yamiz. Okey. Qaranglar, qop-qora takoy do'stlar. Bo'ldi do'stlar, mashinchani zo'r qilib yasadik. Vashshe, chotki mashincha bo'ldi qoldi. Buni marafet qildik. Usta buzarman, bilasizlar, kardinal usta. Marafet qilib chiroyli qilib qo'ydik. Endi yana openkes qilamiz. Ledni kaskani ham olib qo'yish kerak ekan. Ledni kaska kerak ekan akkaunt egalariga. Ledni kaskani ham olib qo'ydik do'stlar. Ana, vo. Akkaunt zo'r bo'lyapti.
Do'stlar, hozir mana bunaqa narsada men hozir 19000 UC salkam Fraunga sarflab, Fraunni kilchat qilib qo'ymoqchi edim. Hisob-kitob qildim. Fraunga kilchat qilish yetish yetmasligi 50 ga 50. Lekin mana bu 416 shut ham chiqarib berishi 50 ga 50. Akkaunt egalaridan so'radim, akkaunt egalari aka nima bo'lsa bo'lsin, shutni ochib yuboring dedilar. O'zi shundoq ham juda ham ko'p narsa chiqardik. Prosta shutga shundoq sarflab yuboring tamom dedilar. Mayli dedim. Mayli do'stlar. Hozir omadimiz sinab ko'ramiz. Agar hozir menga shut chiqarib bersa do'stlar, mana shu qolgan yusiga hammamiz har bitta mana shu videoni ko'rayotgan odam videoga like bosib kanalga obuna bo'lamiz. Agar chiqarib bermasa, obuna bo'lmaymiz mayli. Kelishdingmi? Kelishdi do'stlar. Keti. Boshladingmi unda do'stlar? Davайте. Mendan hech nima ketmaydi. Shundoq ham men juda ham ko'p narsa chiqarib berdim do'stlar. Shundoq ham ko'p narsa chiqarib berdi. Endi bu yerda hammasi peshona. Agar mana shu akkauntda nasib qilgan bo'lsa, beradi. Nasib qilmagan bo'lsa, endi bermaydi. Mayli. Boriga shukr, yo'g'iga sabr. 20 o'zi videoni boshida 20 UC sarfladik-da mana shu shutga. Oxirida ham yana 20 UC ketyapti. Qani ko'ramiz endi. Qani 40 UC bilan chiqarib beradimi yoki yo'q? Bersa kerak endi shuncha. Buni qaraylik. Hech nima bermayapti-da, Ramik, buni qara, qanaqa. Popularni cerebro, popularni. Berdi nimadir. Nimadir berdi-da, nimadir. Bosh. Yana bitta mifik. Mayli do'stlar. Bab nima bo'lgan taqdirda ham like bosib qo'yinglar do'stlar. Bab like bosib qo'yinglar. Nimadir berdi-da shu joyga. Voy. Voy. O'zi sariq bo'lishi qiyin. O'zim sariq bo'lishi qiyin, lekin bermayapti. Nimadir berdi-da. Shlapa. Şu kimini berganini qaranglar. Gap yo'q. Shutni maskasini berdi, ryukzakini berdi, kiyimchasini berdi. O'zi qani o'zi? O'zi qani do'stlar? Давайте ber. Ber do'stim, o'zini anaqasini ber, arujasini. Iltimos, давайте 540. Nimadir berdi-da. Voy, ana yomon anaqa bo'lyapti. Buni ham anaqa mifigini berdi, lekin beryapti o'sha asosda o'sha uyg'onyapti. Yo, bermadi, hech nima pamoymi? Da. Nimadir berdi-da. Yo, buni jesti bor-ku. Bu jesti bor-ku. Jesti bu просто top, juda ham topiy turadi buni jestchasini qarang. Seryozni jestlardan biri, seryozni. Jestchasi qani uni? Bossingusini. Vashshe. Da, men seni o'ldiraman, tushunayapsanmi? Shoot. Hamma mefkini chiqarib berdi. Hamma narsani chiqarib berdi. Bitta shoot qoldi-da, bitta shoot. Alo, iltimos. Dachi garant ochib qo'yamiz. 3 ta garant. Yo'q. Buni qaranglar. Mana do'stim, missiya bajarildi, Mr. Kichkina Mr. Beast missiyani bajardi qo'ydi do'stlar. Bunaqa hayajonli opangizsiz umuman qilmaganman, ishoninglar. Shunaqa xohladim berishini bor-ku. Shunaqa xohladim shutni berishini do'stlar. Berdi. Hasanboy, shut berdi sizga, xursandmisiz? Xursand. Rahmat aka, dushli rahmat. Gap berdi. Oxiri chiqardi do'stlar. Bola, qizlar, do'stlar, Kardian oilasi bizga kelishdik, to'g'rimi? Shutni chiqarib bersa, har birimiz, mana shu videoni ko'rayotgan har birimiz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz deb kelishdik. Kelishuv. Qo'lni tashladik do'stlar. Men ham qo'limdan kelgancha harakat qildim. Ko'rdinglar do'stlar. Oxiri chiqardik. Endi like bosib qo'yinglar do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, mana shu videoda ham 40 ming, 50 ming ta like ko'rsangiz juda ham xursand bo'lardim do'stlar. Rahmat kattakon like-lar, obunalar uchun. Endi zo'r ideya keldi, qarochi, boshimga zo'r ideya keldi. Shutni kilchat qilish kerak, maqsad, yangi maqsad. Shutni kilchat qilamiz, yangi maqsad sari intilamiz. O'zi material Effekt qilib bering. Shutni mifik qilib bering. Shutni effekt qilib bering. Effektli. Bo'ldi.
Yangi maqsadimiz biz shu yerda effektli qilamiz do'stlar. Eski orzu havas bajarildi. Yangi orzu havas bilan yana hozir effektli qilamiz, ya'ni 5-level qilamiz shu yerda. Bu uchun to'xtanglar. Mana bu narsani ochib qo'yaylik do'stlar. 500 UC. Yana voy, bo'ldi, ikkitasi bo'ladi, normal ikkitasi bo'ladi. Mana bu yerga ham 100 dan ochib qo'yamiz. Bo'ldi. Hozir arjalarni terib qo'yamiz-da. Prosta tomosha qilinglar. Menga ishoninglar. Shu yerga uyaltirib qo'ymadimmi sizlarni? Uyaltirib qo'ymadimmi? Bu yerga ham uyaltirmayman, xavotir olmanglar. Xavotir olmanglar. Hozir effektli qilib qo'yamiz. Mana shu yerda hozir material chiqaraman hozir. Qaranglar. Prosta tomosha qilinglar. Tomosha. Lekin do'stlar, like bosib, obuna bo'ladigan joyida, lekin ishoninglar, bunaqa bir hozirgacha obunachilarning akkauntini kuchaytirgan bo'lsam, bunaqa emotsiyali, hissiyotli opangiz bo'lmaganda. Nimalar berib tashadi bu? Hammasi bittada. Hammasi bittada do'stlar. Hozir bunga material olamiz. Bunga hozir bitta material. 13 ta bo'lsa, bu bilan 14 ta bo'ladi-da. Ha? Zo'r. Yana bitta material. Zo'r. Zo'r. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Yana missiya bajarildi. Missiya bajarildi. Uyaltirib qo'ymadimmi sizlarni? Da do'stlar. Olib qo'yamiz a. Tak, 9 plus bo'ldi, 7 уже 5-levelga yetadi. Tak, bu yerdan bitta material olib qo'yamiz. No kerak bo'ladi, по-любому. И bizga hozir 5000 UC qoldi. Hamma UC nima bu yerda hozir sarflaymiz endi. Anuqaraga sarflaymiz. Bu yerdan kompaniyon ham olib chiqamiz, xudo xolasa. Kompaniyon ham olib chiqamiz. 600 UC ketdi do'stlar. Nima ovoz yo'q? Bo'ldi. Qani? Uyu! Yana Anuqara berib yubordi. Yana nima berdi? Anuqara berdi. Qara, hozir ham mifik chiqaramiz. Mifikni chiqaramiz hozir ham Fraundan. Давайте 2 marta. Okey, yana bitta ochib yuboramiz. Jest, okey. Jest ham oldi. Qolganini Fraunga anaqa qilamiz, Fraundan. 600 ketdi. Vo, mifik bor do'stlar. Vo, full set. Full set. Do'stlar, full. Voy, videoning oxiri ham zo'r omad. Ipi. Yo, 10x bo'lib ketdi. Fo. Kardinal oilasi. Vashshe bu. Da 500 savantiga bitta yumpini ham olib qo'yamiz, shuncha tushirganga yarasha. Qani? Assalomu alaykum obunachimiz akkauntidagi yumpi do'stlar. Olib qo'ydik, okey. Okey. Yana ishi okey. Давайте mana buni ham bir olib qo'yib, Fraun ulchitib qo'yamiz, ama 200 ta berar ekan. Давайте do'stlar, mana bu yerda biz bitta kompaniyon sotib olamiz. 300 ta monetaga. Eng qimmati bu, bilganlar biladi. Bu Fraunning kompaniyoni, Fraunning xotinining kompaniyoni. Xo'sh, давайте Fraunni ham kuchaytirib qo'ydik yetguncha. Fraun 2 ga yetdi. Вот, okey. Svol, Fraun 2-level. Okey do'stlar. 3-levelga bizga ozgina monetalarimiz yetmaydi va mana bu moneta ham bizda ozgina yetmaydi. Bir 500 tami monetacha yetmaydi. 1300 ta monetalari qoldi do'stlar. Mana shu 1300 ta monetaga tegmaymiz. Qaysi o'rtoqlarga mana shu, qaranglar, men web kamerani tepaga qilaman. Qaysi o'rtoqlarga mana shu Kasumix yoki Fraun yoki Anuqara kerak bo'lsa, shunda padaritni bosib o'rtoqlarga shunda podarka qilib yuborishlari mumkin. Vo, bu juda ham zo'r bo'ldi. Даже o'rtoqlarni xursand qilib qo'yadilar endi bu yerga do'stlar. Do'stlar, olgan narsalarimizni qaranglar. Voyoyo. Hamma narsa qimmatidan. Eng qimmati bo'ldi, lekin akkauntda narsalar eng qimmati, eng zo'rlari bor endi mana shu akkauntda. Maskachasini taqamiz. Yetgancha shu hozir kilchat anaqa qilamiz. 5-level kiramiz. To'xtanglar do'stlar, mana bu yerda biz 100 sarflaganimiz uchun bizga даже anaqa 3 ta material ham bor bizda. Mana shu yerda orsa bo'lar ekan, ultimate ochmasdan. Nima? 18 ta material. O, zo'r. Давайте. 2-level. Okey. 3-level. Okey. 4. Okey. Biz уже donater akkaunt чисто donater. 5. 6-levelga ikkita material yetmayapti. Ikkita material. Давайте DP'ni ulchitib qo'yamiz. Chem shoot to'g'rimi? Bitta hozir 6-levelga bitta tili osilib qoladi. Shu do'stlar. Akkaunt egalari 2011-yil endi yosh va boshqa donat qilmaydilar. Bu yerga mazza qilib o'ynaydilar-da. Shu uchun DP'ni anaqa qilib qo'yamiz. Bu akkauntga boshqa donat kerak emas. Bo'ldi. DP ham kelchadi do'stlar. DPni ham ko'tarib qo'ydik. Qaranglar. Shoot full set ko'ryapsizlar. Shoot вообще full set. Вообще akkaunt 5-ni. Bunisini qaranglar. Endi buni qaranglar. Bunda o'qilamiz a. Oy.
Zanjirvanda do'stlar bu. Bu chiqadi. Bu oldvi yo akkaunt oldvi bo'lmadi deysizlarmi? Bunga nima deysizlar bu kiyimga? Oldvi emasmi? Yoki buchi? Hammasini qo'yinglar yoki buchi bu. Voy do'stlar, mana shu videoni kimlar havas ko'zi bilan ko'rayotgan bo'lsa, hammalarga mana shunaqa konkurslarimizda yutish, openkieslar mana shunaqa zo'r akkauntlar nasib qilsin do'stlar. Men chin ko'ngilni aytibman, bilasizlar. Chin ko'ngildan openkes qiluvdim, chin ko'ngildan hamma narsani berdi. Bu jestlarni qaranglar. Jestlarni qaranglar. Bu bilganlar biladi bu jestlarni. Oldvi jestlar hammasi. Даже endi lobbyga 4 ta odam yoniga kirgan payt unaqa nimaga bu o'rtoqlar degan buni salomlashib ham kirib keladilar endi. Yoki-da seriyoz jest kerakmi? Seriyoz jestmi? Mana seriyoz jest. Seriyoz jestmi? Ana seriyoz jest. Tak o'ynaydigan jest kerakmi? Qiz bolaga bermoqchilarman, qiz bolaga ham takoy jest. Do'stlar, mana shu akkauntda hamma narsani eng zo'ri bo'ldi. Eng zo'ri mana shu akkauntda bo'ldi. Oldvi jest, oldvi rugzak, oldvi mana shu rugzakchasi, Fraun rugzakchasi, hamma narsa eng zo'ri bo'ldi. Akkaunt boshida qanaqa edi? Garajni to'ldirdim. Do'stlar, akkaunt boshida qanaqa edi-yu, qanaqa ahvolga tushib qolganini qaranglar. Zo'r bo'ldimi? Bomba openkes bo'ldimi? Haligacha videomizga kimlar like bosmagan bo'lsa, ana endi oxiriga keldik. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana shu videoda ham 40 ming, 50 ming ta like'larni bosib, obunalar bosib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Keyin obuna bosgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini ham qilib yondirib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lardim. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosganingizdan keyin mana shunaqa zo'r openkes yoki har xil videolar chiqsa, birinchilardan bo'lib mazza qilib tomosha qilasiz. Hasanboy, fikringizni ayting. Ana openkes ko'rmadingiz hali, lekin akkauntni bildingiz uchun qanaqa 5 yil bo'lganini. Qanaqa bo'ldi openkes? Xursandmisiz? Xursandman aka, rahmat, addushi rahmat. Yap, yo. Endi qarang Hasanboy, siz 7-sinf, mana akkauntim kuchaydi, zo'r bo'ldi deb butun anaqangizni vaqtingizni o'yinga sarflamang. Faqat vaqtingizni o'qishingiz, ota-onangizni ishini qilib, ota-onani xursand qilamiz. Bo'sh vaqtingiz qolganda kuniga 1-2 soat PUBG o'ynaymiz, maza qilib. Kelishdingmi? Endi akkauntim kuchaydi deb faqat PUBG ham o'ynash kerak emas. Kelishdingmi? Kelishdik. Malades, gazini bosgan, akkauntingiz вообще zo'r bo'ldi. Do'stlar, kim mana shu akkauntni ko'rib, havas qilib ko'zi bilan ko'rgan bo'lsa, hammalarga mana shunaqa akkauntni openkesi nasib qilsin do'stlar. Va o'sha gap, kimga arzon, ishonchli UC kerak bo'lsa, Cardinal UC mana shu kanalimizning silkasini videoning tagida UC uchun deb qoldirganman. UC servisimizga kirasiz, arzon, ishonchli, omadli narxlarda UC ni xarid qilib olasiz. Mana shu akkauntni ham o'zimni Cardinal UC servisidan UC solib, openkes qilib berdim. Ko'rdinglar qanaqa omadli openkes bo'lganini. Sizlarga ham shunaqa omadli UC kerak bo'lsa, arzon, hammanikidan arzon Cardinal UC do'stlar, silka videoning tagida. Va o'sha gap, men Telegramda 50 ta real pasli konkurs qo'yaman, unga ham kirib qatnashib qo'yinglar. Uni ham silkasini videoning tagida qoldirganman. Shunda silkani ustiga bosasiz, mana shu konkurs botimizga kirasiz, start tugmasini bosasiz va bu yerda kelib chiqqan 7 ta sahifamizga obuna bo'lib chiqasiz. Obuna bo'lganingizdan keyin telefon raqamini yuborasiz va bo'ldi, siz konkurs qatnashuvchilar ro'yxatidan joy olasiz. Men esa mana shu konkursimizga qatnashganlarning orasidan 65 ta obunachimizga UC'lar, akkauntlar real pasda tarqatib chiqaman. Konkursga qatnashganlarga omad do'stlar. Keyingi konkursda men sizlarni kutib qolaman mana shunaqa omadli openkeslarda. Va do'stlar, videoni oxirida men sizlarga kattakon rahmat aytaman. Siz videoga like bosdingiz, kanalimizga obuna bo'ldingiz va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yib, menga shunaqa motivatsiya va xursandchilik bag'ishladingiz. Men ham o'ylayman, sizga mana shunaqa openkes orqali anchagina hissiyot va xursandchilik bag'ishladim deb o'ylayman. Kattakon rahmat do'stlar. Poddershangiz meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman, hammangizni hurmat qilaman, hatto sizni ham. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr. Siz bilan Cardinal va Ramik bo'ldi. Ramik, gaping. Ramik. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi videogacha ko'rishguncha. Bye bye.